Quyoshning parchasi yerni yoritar. Bir og'iz shirin so'z dilni yoritar. Sevinch yoshartirar, qayg'u qaritar. Doim o'ynab kulib yurish siz aziz yurtdoshlarga yarashar. Assalomu alaykum o'zbekimning mehnat sevar xalqi. Vladivostok shahrida o'z mehnat faoliyatini yuritayotgan aka-uka opa-singillarimiz. Sizlar bilan yana bir bor Surxon restorani tashabbusi ostida bo'lib o'tadigan konsert dasturimizga lutfan taklif qilamiz. Aziz yurtdoshlar, bu galgi konsert dasturimiz avvalgilardan-da o'zgacha va yanada ko'tarinki kayfiyatda bo'lib o'tadi. Konsert dasturimiz davomida Vladivostok shahrida o'zlarining chiroyli ijrolari va taronalari bilan barchangizni ko'nglingizni zabt etgan san'atkorlarimiz sizlarning xizmatingizda bo'ladi. Qolaversa, bir-biridan go'zal raqqosalarimiz raqsidan bahramand bo'lishingiz mumkin. Va ushbu kechamizda qiziqarli shartlarimizga faol ishtirok etgan mehmonlarimizga Surxon restorani nomidan esdalik sovg'alari taqdim etiladi. Manzilimiz Vladivostok shahri Visilkovoye 40 Surxon restoraniga soat 19:30 da sizlarni shov-shuvli, unutilmas kechamizga kutib qolamiz. Hurmat bilan, sizlarga faqat yaxshilikni ulashuvchi Surxon restorani. Yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.